Hindistonda davolanishga borayotganlar ko'p aldanib qilishayotgan ekan. Shu gap rostmi? Ha, afsuski, bunaqa holatlar ham uchrab turadi. Masalan, kimdir peresadkaga borayotgan bo'lsa, uni avvalambor tekshirish kerak. Peresadka shartmi, shart emasmi? Agarda peresadka shart bo'lsa, buni qildirish kerak. Agarda peresadkasiz ham ishi hal bo'ladigan bo'lsa, buni qaytarib olgan yaxshiroq. Lekin ko'p hollarda bunaqa holatlar qilinmaydi va peresadka qildiriladi, kerak bo'lmagan insonga ham. Va yana bir holatni eshitdim. Yaqinda bir ayol murojaat qildilar. Hind perevodchigi bilan aeroportda uchrashgan ekanlar, samolyotdan tushganda, o'sha olib borgan ekan. Klinikaga olib borgan, grija og'rig'i masalasida borilgan va qanaqadir manyovrlar qilingan, tekshiruvlar o'tkazilganda soppa-sog' insonga beliga va yelkasiga temir stentlar qo'yib operatsiya amalga oshirilgan. $8,5 ming pul havoga uchib ketgan. 3 yildan beri bu ayol og'riqdan haligacha azoblanadi. Perevodchik esa telefonlarga javob bermaydi. Shaxsan o'zim bemorlar bilan ishlashim mobaynida ularning dunyoqarashlari, fikrlari bilan qiziqaman va ularning eng asosiy sabablari men bilan ishlashligi uchun bizda litsenziya, rasmiy sertifikat borligi, ofisimiz, tashkilotimiz va haqiqatda o'zim kanalni yuritayotganim va gaplarimda ishonch borligiga sababli men bilan ishlashayotganligini aytishadi. Sizga ham maslahatim, kim bilan ishlashidan qat'iy nazar, avvalambor uni qanaqa ishlash tartibi, qanaqa ishlash strukturasiga ega ekanligini tekshirib, qaysi klinikalar bilan ishlaydi, kimlar bilan faoliyat yuritadi, bularni ham tekshirganingiz yaxshiroq. Chunki biz Hindistondagi top 7 taligida turadigan klinikalar bilan ishlaymiz va ular bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotimiz, chatlarimiz bor. Sizni xohlagan zaprosingizga biz javob bera olamiz va ulardan, doktorlardan maslahat ola olamiz, xudo xolasa. Agar Hindistonda davolanishni reja qilayotgan bo'lsangiz, bu borada biz sizga yordam beramiz. Direkt orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki telefon raqamlarimga qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi.